Do'stlar yaxshimisizlar, tuzimizlar, sizlar bilan Nodirbek Dilisi bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan biz Dream Liga Soccer 2026 o'yinida biz sizlar bilan e, Dilisi bo'yicha eng bir nastroyka qilib o'rganamiz. Videoni boshlashdan videoga like bosib, kanalimga obuna bo'linglar hamda bizni yurishni boshlaylik do'stlar. Videomizda ham nastroyka ham Dilisi bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlarni ham aytib o'taman video oxirida do'stlar. Biz birinchi bo'lib masalan sozlamalar bo'limiga kirsak, mana kirgan joyimizda mana English turibdi do'stlar. Mana Englishni bu tilinglar do'stlar. Buni English qilib qo'yasizlar, chunki o'zbekcha bo'lib turadi. Englishni pastda medium turibdi. Buni bossangiz hard ko'taradi do'stlar. Bu nima hard bo'lsa do'stlar, mana botlar bilan o'ynaganlaringda juda qiynalasiz. Ayniqsa yangi kirib kelganlar uchun juda qiyin bo'ladi, chunki buni o'yin juda kuchli bo'ladi. Juda kuchli rejimda o'ynaydi hard bo'lsa. Lekin medium bo'lsa juda bot o'ynaydi. Buni mediumga qo'yishlarni maslahat beraman do'stlar. Ikkinchi nastroykani hozir sizlar bilan ko'rsatib o'taman. Do'stlar, ikkinchi nastroykani sozlamalar bo'limiga kirsanglar, mana bu controls bo'lib turibdi. Qaranglar do'stlar, mana buni hozir sizlarda bunaqa nastroyka bo'ladi do'stlar. Bir xillarda mana bunaqa nastroyka bo'ladi do'stlar. Mana bunaqa nastroyka bo'ladi bir xillarda. Bu nastroyka nima hal qiladi hozir o'yinda ko'rsataman. Pas ber, mana Son Heung-min ketyapti. Chiqib ketdi, bilet. Mana qaranglar do'stlar, qaranglar. Mana ko'ryapsan, to'g'ri tepib oladi do'stlar. Buni to'g'rilash uchun kontrol bo'limiga o'tasizlardagi nastroykadagi mana hamma bu eng pastdagi on bo'lsin, ikkinchisi ham on bo'lsin, uchinchisi low bo'lib turadi do'stlar. To'rtinchisi medium va beshinchisi mana bu air lowest balls bo'lib tursa, hozir endi ko'rasizlar natijasini do'stlar. Buni qaranglar qanaqa. Jigarlar bunaqa pas beryaptidagi gol urishlaring 90% ga ortadi do'stlar. Mana qaranglar, mana bunaqa burab berasizlar, juda orqaga pas berib yuboradi. O'shani hozir endi ko'rsataman sizlarga. Bunaqa qilsanglar, ana qaranglar. Futbolchining kallasiga olib borib beradi-da do'stlar. Endi sizlar bilan biz Google akkaunt to'lashni o'rganamiz. Mana bu yerga game bo'limi bo'lsa, nastroyka degan pastdan eng orqa nastroyka advanced degan joyga bosasizlar va tepadagi Google joyini shunday bosasizlar. Mana disconnect degan yonboshga bossanglar, Google akkauntlar chiqadi va o'shani ulasanglar bo'ladi do'stlar. Mana bu yerga akkauntinglarni o'tkazishni ham o'rgatib o'tib ketaman do'stlar. Biroz internet ishlamayapti. Mana do'stlar, internet ishlayapti. Mana bu yerda kontrakt kod deb bosasizlar do'stlar va mana bu yerda chiqqan kodni link boshqa telefonda link profilni bossanglar, o'sha kodni tersanglar va bu akkaunt o'sha akkauntga o'tib qoladi do'stlar. Video shu joyda yakunlanadi do'stlar. Qaranglar, sizlarga ham bitta ma'lumot aytib o'taman. Dilisi bo'yicha Savitda YouTube berish xizmatim bor. Narxi 10.000 so'm do'stlar. Keyin mana shu akkauntni tuzganimni videosi YouTube kanalimda bor. Mana shu videodan oldingi videoni o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Jigarlar, video roliq shu joyda yakunlanadi do'stlar. Obuna bilan like bosinglar. Hammalarga rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.